Adasi, to'xtang. To'xtang, adasi, to'xtasangizchi. Anaqa xafa bo'lmang-ku. Akangiz ham uyga ro'zg'or qiladilarmi? Qatiga ro'zg'or qiladi, tayinli ishi yo'q u. Ol bolam. Ama shokoladdan olgin. Ota, bitta duo qiling. Men ishga boray. Choy ichib ketarsan o'g'lim. Ota ishga shoshayotgandim. O'g'lim, oyingga aytarsan, men bugun kech qaytaman. Hadi ketdim ben ishga. Ketgancha. Suvman qo'yapti. Mana buni ro'zg'or qilib qo'yarsak-ki, ishdan voqli chiqasiz. Keyin qiladigan ishingiz ham yo'q o'zi. Sekroyi tiqilib qolmay yana. Kesatmasangiz bo'lardi, kelin. Aka, endi keliningiz bilan urushishingiz qoluvdi. Yoshligingizda o'qimadingiz. Tayinli ish joyingiz ham yo'q. Undan ko'ra svetga pul to'lab qo'ying. Oğlum. Akang aslida o'qishdan haydalgan emas. Hamma haydalgan dedi-ku. Seni o'qitaman deb kecha kunduz tinim bilmay ishladi. Sen deb o'qishidan, orzusidan voz kechdi. Kerakmi senga shu haqiqat? Uzr edi.